Yo jigarlar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Elton Fire. Jigarlar, nimaga charchamaysizlarmi? Bugungi videomiz xullas Alboshkosa ko'rib turganlaringdek top 3 ta pro игрокlar biladigan joylarni sizlarga bugun ko'rsatib o'taman. Bu joylarni ko'pchilik bilishi mumkin, ko'pchilik esa bilmasligi mumkin. Bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Xullas, videoni ko'rishdan oldin like bilan podpiskalarni bosib qo'yamiz jigarlar. Shu oyda oxirigacha biz 5 mingta bo'lishimiz kerak. Unda videoni boshladik cho'zib o'tirmasdan. Qani go jigarlar. Bizni birinchi sirli joyimiz esa bu Sentozaning chetki tomonida bo'ladi. Xullas, bu joy juda ham antiqaligi, juda ham chekka, ko'pchilikning xayoliga kelmagan joylardan biri. Ko'pchilik pro игрокlar yoki bo'lmasa top pul olishga harakat qilgan insonlar mana shu joylarda yurishadi, lotlarni yig'ib, o'sha 20 ta odam qolganda otishga chiqib, top pulni olishga harakat qilishadi. Turnirmi, balobattalar hammasi shu joylarga bekinishga harakat qilishadi. Sizlarga buni ko'rsatib o'tdim. Bu yer juda ham ajoyib, menga yoqadigan joylardan bittasi. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. Xullas, eng kerakli joylardan biri. Bu yerda krisalik deysizmi, farqi yo'q. Любой ishlarni qilsa ham bo'ladi. Krisalik uchun ham ajoyib joylar bor. Hech kimning xayoliga kelmagan, qo'lashmachoq o'yinlarda ham yashirin bo'lsa, ko'pchilik xayoliga kelmagan. Xo'sh, biz keyingi joyga o'tamiz. Keyingi joyimiz esa bu Buliseyda bo'ladi. Buliseyda ushbu uyning ichida hech kim xayoliga kelmagan javob ushbu hozir hech kim bilmaydi bu yerda. Chunki juda ham chekka, bu ham xuddi shunday turnirmi yokida boshqa narsalarga juda ham kerakli joylardan bittasi bo'ladi. Lotlar juda ham ajoyib, ko'rishingiz mumkin. Hamma joyda bir xil Viktor harjasi mavjud. Xullas, bu joylarni biladigan bor, bilmagan bor jigarlar. Turli xil maqsadlarda foydalanishingiz mumkin. Zuhor Max'ni videolarini ko'rgan bo'lsalaring, qo'lashmachoq yoki turli xil narsalar, turnirlar, avazli yoki kibernetik ko'tara olmayotgan bo'lsanglar, shu joylarda yurishingiz mumkin. Bu bilan sizlarga kirishni o'rgatmayapman jigarlar, prosta ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. Unda biz keyingi joyga o'tamiz jigarlar. Keyingi pro игрокlar joyi. Mana jigarlar, keyingi pro игрокlar joyiga yetib keldik. Bu joy ham juda ham ajoyib joylardan biri. Cheka, ammo bu yerda oruja bo'lmaydi jigarlar. Oruja umuman bo'lmaydi. Prosta ajoyib joylardan bittasi. Ushbu alohida ajralib qolgan sohil, bilsalaring, yurakcha shaklda ajralib qolgan. Menga yoqqan taraflardan bittasi shu. Xullas, juda ham ajoyib. Monetalar bor, jon to'plovchi qurilmalar bor, lekin orujalarning o'zi yo'q. Bu mayoq nimaga qo'yilganini ham bilmayman, nega orujalar yo'q. Xullas, qiziq joylardan bitta shu jigarlar. Bugungi videomiz ham oxirlab qoldi. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarning qo'shlardan iborat edi. Like va podpiskalarni bosib qo'yamiz jigarlar.